Birinchi savol ishlaymiz. Bizda savolda 42 gram uglerod va 3 gram vodoroddan tashkil topgan birikmaning bruto formulasini aniqlang degan. Endi yozib olamiz. Uglerod bilan uglerod, keyingisi vodorod. Uglerodda grammi 42 gram degan. Vodorodniki 3 gram. Ikkalasi gramda bularni molga aylantiramiz, ya'ni molekulyar massasiga bo'lib olamiz. Molekulyar massasi uglerodniki 12, vodorodniki 1. Endi 42 gramni molekulyar massasi 12 ga bo'lib olsak, 42 bo'lingan 12. Shunda 3,5 bo'ladi. 3,5 mol bu. Buniki esa 3 gramni bo'lib olamiz, molekulyar massasi 1 ga. Molekulyar massa 1 ga. Shunda molda 3 mol bo'ladi. Shunda bularning nisbati 3,5 ga 1, 3,5 ga 3 bo'ladi. Bularni butun songa aylantiramiz. 3,5 ni 2 ga ko'paytirsak 7 bo'ladi. 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6 bo'ladi. Shunda ugleroddan 7 ta, vodoroddan 6 ta bo'lgan. Javobimiz C. 201 savolni ishlaymiz. Bizda savolda tarkibida 96 gram uglerod va 16 gram vodorod va 64 gram kislorod saqlagan moddaning bruto formulasini aniqlang degan. Endi yozib olamiz. Bizda uglerod, keyingisi vodorod, keyin kislorod. Endi uglerodda massasi 96 gram, 96 gram, vodorodniki 16 gram, kislorodniki esa 64 gram degan. Bu hammasi gramda. Endi bularni molga o'tkazamiz. Gramni molekulyar massasiga bo'lib olsak, molga aylanadi. Buni ham molekulyar massasi 1, buniki 16. Endi hammasini bo'lib chiqamiz, molga aylantiramiz. Ya'ni keyin oxirida eng kichkina nisbatini topib olamiz. 96 ni 12 ga bo'lib olsak, 8 mol bo'ladi. Endi 16 ni 1 ga bo'lib olsak, 16. 64 ni 16 ga bo'lib olsak, 4 mol bo'ladi. Mana mollarga o'tkazdik. Endi eng kichkinasiga, eng kichkina nisbatga o'tkazamiz. Hammasini 4 ga bo'lib olamiz. Hammasini 4 ga bo'lib chiqamiz. Shunda kisloroddan 1 ta bo'lgan, vodoroddan esa 16 ni 4 ga bo'lib olsak 4 ta bo'lgan, ugleroddan 8 ni 4 ga bo'lib olsak 2 ta bo'lgan. Shunda formula ugleroddan 2 ta, vodoroddan 4 ta, kisloroddan 1 ta. Shunda javobimiz C bo'lgan. 3-birinchi savolni ishlaymiz. Bizda savolda tarkibida 36 gram uglerod, 3 gram vodorod va 40 gram kislorod bo'lgan birikmaning bruto formulasini aniqlang degan. Endi yozib olamiz. Uglerod, keyingisi vodorod, keyingisi kislorod. Endi 36 gram uglerod, 3 gram vodorod, 40 gram kislorod. Gramlarni molga o'tkazamiz. Uglerodning massasi 12, vodorodniki 1, kislorodniki 16. Shunda molekulyar massasiga bo'lib olsak, molga aylanadi. 36 12 ga bo'lib olsak 3 mol, vodorodni ham 3 ni 1 ga bo'lib olsak 3 mol, 40 ni 16 ga bo'lamiz. 40 bo'lingan 16. Shunda 2,5 mol bo'lyapti. 2,5 mol. Shunda biz 2,5 ni butun songa aylantirishimiz kerak. Shunda hammasini 2 ga ko'paytiramiz. 2 ga ko'paytirsak 2,5, shunda 5 bo'ladi. Buni ham 2 ga ko'paytirsak 6 bo'ladi. 6. 3 ni ham 2 ga ko'paytirsak 6 bo'ladi. Shunda ugleroddan 6 ta, vodoroddan ham 6 ta, kisloroddan 5 ta bo'lgan. Javobimiz B bo'ladi. Birinchi savolni ishlaymiz. Bizda jadvaldagi ma'lumotlardan foydalanib birikma formulasini aniqlang degan. Bizda A2, B5. Bizda A ning massasi 14 gram degan, B niki 40 gram degan. Endi biz A ni massasini 2 deb olaylik, B nikini 5 deb olamiz. Shunda 14 ni 2 ga bo'lib olsak, azotning bittaligi 7 gram bo'lgan. 40 ni 5 ga bo'lib olsak, shunda 8 gram bo'lgan bittaligi. Endi bizda mana noma'lum moddani aniqlang degan. A, B desak, bizda bittaligi A ni 7 edi, B niki esa 8 edi. Bizda gramlari 28 ga 48 degan. Endi biz 28 7 ga bo'lib olsak, A dan nechtaligi kelib chiqadi? 28 7 ga bo'lib olsak 4 ta,
48 ni 8 ga bo'larsak 6 ta. Shunda A4 B 6 bo'ladi. Bizda lekin bunaqa javob yo'q. Ikkalasini ham 2 ga qisqartirib olsak A2 B3 bo'ladi. Shunda javobimiz C bo'lgan.